Ramazondagi kechilik ibodatlaringiz. Mo'minga sharaf keltiruvchi kecha namozi ko'klarning amini bo'lmish Jibril alayhissalom tarafidan yer yuzining amini bo'lgan Muhammad Mustafa alayhissalomga elib kelingan bir haqiqatdir. Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalomning yoniga kelganda shundoq degan: "Ey Muhammad, xohlaganingcha yasha, hamini vafot bo'lasan. Xohlagan kishini yaxshi ko'r, hamini uningdan ayrilasan. Xohlaganingcha amal qil, natijasini ko'rasan." Bilginki, mü'minning sharifi kechasi qiyamda turishdir. İzzati insonlardan behojat bo'lishdir. Shunga Ramazon kechalari qiyamda turish boshqa kechalarda qiyamda turganga o'xshamaydi. Ramazon kechalaridagi qiyam sharaf ustiga sharafdir. Muhammad alayhissalom Ramazon kechalarini Qur'on bilan o'tkazadi. Jibril alayhissalom Ramazon kechalarini Muhammad alayhissalom bilan Qur'on Karimni tilovat qilib o'tkazish uchun payg'ambarimizning yoniga keladi va bir-biriga Qur'on o'qib beradi. Bir-birini tanishaydi. Hadis sharifda mundaq kelgan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam insonlarning eng saxiysi edi. Bo'libmi Ramazonda Jibril alayhissalom bilan ko'rishganda texmi saxiy bo'lib ketadi. Payg'ambar alayhissalom Ramazon oyining har kechasi Jibril alayhissalom bilan ko'rishib, o'zaro Qur'on o'qishatdi. Shuni kesib aytish mumkinki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yaxshilik qilishda mayin shamoldan musaxiy edi. Salaflarimiz Ramazon kechalarida Qur'onni alohida kutib oladi. Ular bu oyda boshqa oylarga solishtirganda uzunroq qiyamda turadi. Salaflardan ba'zilar Qur'onni Ramazon kechalarida o'qib bir tamom qilsa, ba'zilari 10 kechada, yana ba'zilari 7 kechada tamomlaydi. Hatto 3 kechada bir qatim tamomlaydiganlarmi bor edi. Ramazon kechalarida qiyamda turishning boshqa vaqtdagiga qaraganda fazilati ko'p bo'ladi. Bu to'g'rida Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki Ramazonda chin ishonish bilan savob umid qilib qiyamda tursa, uning burunqi gunohlari mag'firat qilinadi. Bu yerdagi ishonish va savob umid qilish bo'lsa, Allohning shu mukofotni berdiganligini chin dilidan tasdiq qilib va savob umid qilib Allohga ixlosmandlik bilan talpingan holda Ramazon kechalarini ibodat va qiyamda turish bilan o'tkazish demakdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazonning ba'zi kechalari sahobalari bilan birga qiyamda turgan bo'lib, keyincha ummatiga farz bo'lib qolishidan hazar qilib, birga qiyamda turishdan yaltaygan. Bu vaqtda Rasululloh mundaq degan: "Sizlarga farz qilinishidan ansirab qoldim." Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lib, vahiy uzilgandan keyin farz qilinishidan xotirjam bo'lingan vaqtda Hazrat Umar, Ubay ibn Ka'b va Tamim ad-Dariylar, Alloh ularning hammasidan rozi bo'lg'ay, kishilarga Ramazon kechalarida namoz o'qib berishga buyurdi. Ular jamoatga imom bo'lganida bir rekatda 100 oyat atrofi o'qiydi. Hattoki kishilar qiyamning uzunligidan haslarga taynib oladi. Jamoat faqat suhurlik vaqtida qaytishadi. Butun kecha qiyamda turish yuksak himmat egalariga bajo keltira oladigan ish bo'lib, bu xil himmat zamonimiz kishilarida azlab ketdi. Qiyamning uzun qisqaligi Imom Ahmad bayon qilgandek jamoatning toqatiga yarasha bo'ladi. Butun kecha davom qiladigan qiyam haqida Imom Ahmaddan so'ralganda bu mushaqqatli bir ishdir. Bo'libmi tun qisqa kunlarda kishilarning toqatiga yarasha bo'lgani aqlga muvofiqdir degan ekan. Imom Ahmad Ramazonda jamoatga namoz o'qib beradigan ba'zi shogirdlarga bular ojiz kishilardir deyish orqali jamoatga kuyimchanlik qiladi. Shuning bilan ular jamoatga 27-kechasi Qur'onni tamom qilib beradi. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, Qur'onni 27 kechada yoki 30 kechada tamom qilish ojizlarga mos keladi. Lekin zamonimizdagi ojizlik hassilab eshib ketdi. Ba'zida imomdan bir rekatda bir qancha oyatdan ortiq o'qimaslikni talab qiladigan kishilarni ko'rib qolamiz. Hatto ba'zilar imom bilan bu bir qancha oyatlik namozga turg'anidimi, dunyoning o'tkinchi lazzat va arzimas matolarni qo'g'lashib, 2 yoki 4 rekatdan keyin namozdan qaytib ketishadi. Agar ular imom butun namozni tamom qilganiga qadar sabr qilgan bo'lsa edi, albatta ular uchun Payg'ambar alayhissalom xabar berganidek butun kecha qiyamda turganning savobi amal daftarlariga yozilgan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir qatim sahobalari bilan kechining 3dan 1gacha, yana bir qatim tun yarmigacha qiyamda turdi. Sahobalar: "Ey Allohning elchisi, kechining qolgan qismidami biz bilan qiyamda turgan bo'lsa-chu" deydi. Payg'ambar alayhissalom javoban: "Bir kishi imom qaytganga qadar birga namoz o'qigan bo'lsa, u kishi uchun kechining qolgan qisminingmi savobi yoziladi" dedi. Bu fazilat imom namozni tamom qilganga qadar imom bilan birlikda turgan kishiga xosdir. Imom Ibn Rajab bu hadis haqida mundaq deydi:
Bu hadis kechining 3dan 1ida qiyamda turish bo'lsin yoki tun yarmigacha qiyamda turish bo'lsin, faqat imom bilan birlikda qiyamda turgandira butun kecha qiyamda turganning savobi yozildiganligini ko'rsatib berdi. İmam Ahmad bu hadisga binoan imom qaytmoqcha namozdan qaytmaydi. Ramazonda qiyamda turish ro'zaning ruhi bo'lg'achqa, imomlarimiz Qur'onni kecha qiyamida tamomlash xususida yengil bo'lish bilan kishilarga ulgu bo'lishadi. Kecha qiyamida yolg'iz turgan kishi uzun turib olsa yoki bir jamoatga imom bo'lib berganda jamoat u kishiga iqtido qilib uzun o'qishiga ko'ngan bo'lsa hech qisi yo'q. İmam İbn Rajab bundoq deydi: Qiroatni uzun qilishni xohlagan kishi o'zi yolg'iz uzun o'qib olsin. Boshqalarga namoz o'qib berganida ularmi u kishiga itoat qilib uzun o'qishiga rozi bo'lsa, o'mi mayli. Ro'zaning ruhlari bo'lganidek kecha qiyomining ma'lum ruhlari bor. Qiyomning ruhi Allohdan haqiqiy qo'rqish, taslimiyat va xushudir. Payg'ambar alayhisalom tahajjud namozlarida shundoq edi. Azob oyatlariga kelganida to'xtab Allohdan panoh tilaydi. Rahmat oyatiga kelsa to'xtab Allohning rahmatini so'raydi. Hozir bo'lsa, ko'pincha imomlar tarovih namoziga turganida o'zining shu tapda qaysi namozni o'qiyotganligini anqirmay turibla yoki hikmatini tushunmasdilla o'qiydi. Qalb taskinligi namozning bir rukni. Qalbning hozir bo'lishi maqsadi bo'lsa-mu, sajda va rukularda qalbi taskinlik topolmaydi. Chunki qalb taskinligi aldirab tinib o'qilgan namozda hosil bo'lmaydi. Bilishimiz kerakki, ruku sajdalarni xushu bilan ado qilib, qiroatni qisqa qilish makruh darajasidagi tezlik bilan o'qilgan qiroatdan afzaldir. Uzun qiroat va qalb taskinligi bilan o'qilgan 10 rakat namoz makruh holatdagi aldirab o'qilgan 20 rakat namozdan yaxshidir. Chunki namozning ruhi qalbning Allohga butunlay yuzlanishidir. O'zi az, ammo sifatli narsalar o'zi ko'p, lekin layoqatsiz narsalardan yaxshidir. Shuningdek, tartil bilan qiroat qilish tez o'qishdan afzaldir. Mubah bo'lgan surat harflardan hech narsani tushirib qo'ymaslik bo'lib, ba'zi harflar tushib qolgudek darajada tez o'qish joiz emasdir. Albatta, orqasidagi jamoat foydalanolgudek shaklda ochiq qiroat qilish texmi yaxshi. Ey qiyamda turg'uchi ro'zador qarindishim, qiyamda turganingizda Allohning buni buyrug'ini ijro qilayotganingizni aslang. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatmanlik bilan turinglar. Qalbda Allohga itoat qilish bo'lmasa, namozdagi qiyamning bir o'zi kifoya qilmaydi. Siz Allohning oldida qiyamni uzun his qilganingizda, darhol insonlarning qiyomat kunidagi 50 ming yillik uzunlikda ujrati turishini aslang. Chunki hayotingizda Alloh uchun qanchalik qiyamda turgan bo'lsangiz, mahshar kunidagi turishingiz shunchalik miqdorda osonlashtiriladi. Kechining yarmida yoki oxirgi 3dan 1ida Alloh taolo dunyo osmoniga tushib mundaq deydi: So'raydiganlar bormi? Beriladi. Duo qiladiganlar bormi? Ijobat qilinadi. Mag'firat talab qiladiganlar bormi? Gunohlari kechiriladi. Bu toki tong otqanga qadar davom qiladi. Ey ro'zador qarindishim, bugun musulmonlarimizning kechasi kunduzga aylandi. Ba'zi kechalar qisman yaxshiliklar bilan avatlashtirilgan bo'lsa-mu, nurg'unlagan kechalar yanada jinoyat va yozuq ma'siyatlar bilan vayron qilindi. Ramazon kechalarida ilohiy rahmat tushadigan vaqtlarni boshqa kechalarni zoya qilayotganingizdek zoya qilayotmang. Ey qarindishim, o'zingizdan so'rab baqing. Siz kechining oxirgi 3dan 1ida nada bo'lasiz? Alloh bilan uchrashishdimi yoki Allohga munojat qilishdan g'aflat qilgan uyqudimi? Va yoki Allohga osiylik qilish bilan to'lgan biror so'rindimi? Tong otqanga qadar uxlagan bir kishining gapi bo'lganda, payg'ambar alayhisalom u qo'liqiga shayton siyib qo'ygan kishidir degan edi. Gunoh qilmasdan kun chiqquncha uxlagan kishiga shaytonning qiliqi bu bo'lsa, kechini ma'siyatda o'tkazgan kishini shayton nima qilib o'tar ha? Ba'zilar uchun kechini Allohga ibodat qilish bilan o'tkazish og'ir keladi. Hayhat, Allohdan g'aflat qilgan bu uzun kechining qanchalik qimmati bo'lmoqchi? Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuga kechida qiyamda turishga qodir bo'lolmayotimiz deyishganda, Abdullah ibn Mas'ud gunohinglar sizlarni kechilik qiyamdan mahrum qilibdi degan ekan. Darvaqa Fuzayl ibn Iyaz aytganki, kechida qiyamda turishga, kunduzda ro'z tutishga qodir bo'lolmasang, bilginki sen mahrum kishisan. Xatoliklaring seni kishallab qo'yibdi. Ey Alloh, sen bilan yuzlashadigan oxirat kunida huzuringda turishimizning go'zal bo'lishi uchun dunyoda sening oldingda turishimizni go'zal qilgan. Bizni dunyo xorliqi va oxirat azobidan saqlagan. Amin. Manba Dr. Abdul Aziz Mustafa Kamil, Ro'zaning ruhi va ma'nilari.
Arabchadan tarjima qilguvchi Muhammad Tursun Yusuf. Sajiya Islom tadqiqot markazi.